albatta qiynalmasdan bemalol o'ynashingiz mumkin. Chunki anarxiya rejimda qiynalmasdan o'ynashingiz mumkin. Chunki bu anarxiya rejimda redeem kodlar qo'shildi. Yangi redeem kodlar. Albatta hozirda kanalga like obuna bosib qo'yinglar. Biz unda videoga ketdik. Birinchi o'rinda anarxiya kirib olamiz. Redeem kodlar degani narsa beruvchi kodlar. Men bilan olganman. Sever pizzel qo'ydi chunki vibe bo'ldi. O'sha uchun yangi narsa qo'ydi. Birinchi redeem kod bu redeem new kodi. Redeem new kodi bu redeem new kodi sizlarga bitta kit case beriladi. Va bu juda ham zo'r. Menda ishlamaydi chunki men ishlatganman. Ikkinchi redeem kodimiz. Redeem kichik harflar bilan real world katta harf bilan yoziladi bo'lmaydi. Real world. Buni ham ishlatganman. Ikkalasini ham ishlatganman. Va yangi event qo'shildi. Bu Kayful eventi. Ishonganlar agar meni nima desamlar telefonim qolsa xafa bo'lmaysizlar chunki bu yerda ko'p narsalar skachat qilib yuborilgan. Shuning uchun ro'z belanglar. Chetroqdan o'tib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p narsa skachat qilib yuborgan. Haddan ziyod ko'p. Annexi 2 Legend mani yangi timim. Roblox berilma qildi. Okey. Tak. Aytgancha bu video bildirmang deb qo'yibdi. Xo'p, bu Kayful eventi. Endi ikkinchi yangilik edi bu. Bemalol timim narsa olaversin, menga kerak emas baribir. Aytyapman, juda ham yomon qo'tardi. Hozir spamga borsam bo'ladi. Mana chotki. Bo'ldi. Aytgancha bu yerda qo'shilgan yangiliklar edi. Box PvP'ni sizlarga to'g'ri tushuntiraman. No yangi narsalar ham qo'shilgan nextki. Bu yerni o'qib Buna nasıl giremez? Özüm timim kuvardı. O'z bu narsalarim berib odamdagi qaytib. Короче, men bolalarga narsani berib bo'ldim. Endi bizga keyin kiradigan narsamiz Box PvP. SMP rejimi bu yerdan olib tashlandi, chunki SMP juda ham yomon edi. Odamlar ko'p, odamlarga 73% odamlarga yoqmadi, o'sha olib tashlandi. Ya'ni Box PvP menga ham yoqdi, hammaga yoqqandir. Hozir pol narsalarni tushuntirib o'taman, juda ham tez. Tak. Anam men 9775 coin'imga e'tibor bermaysizlar. Aytgancha ana bunaqa sferalarni ham olib biladi endi. House runas. Tamam. Ana SMP ana SMP'da oxirgi o'rinman kill bo'yicha, o'yin bo'yicha 3-chi. Bunisida ko'rishingiz mumkin. 10,000 blok qazdim. Aytgancha men yangi kelka topdim. Nu agar shu videoda nechtadir like yig'sa, shu kelkani 10tasini sizlarga beraman. Bu ham katta narsa. Chunki bu o'z bittasi 90 ruhmi nimadir, coinmi, nimadir bo'ladi.
bilan tushunarsiz bu 3 talik bo'ladi. Ну, aytgancha bu quyida o'zgina bug bor, ya'ni 5-dan 6-ga o'tib bilmaydi. Agar aytganimni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, buni to'g'rilangan sizga ko'rsataman borib. TikTok rangli bo'ldim chunki prosmotr bomba qilib bergansizlar videoda. Men TikToker yo'qman. Yo'q, Shiro o'zlarga aytaman, o'zlar bemalol YouTuber qilib beraman mana. Ну, ana Shiro yo boshqa owner Nether King ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kelgandan keyin mana bunga o'tib bo'lmayapti. O'zi 1 minut. Ana ko'rishingiz mumkin. Hech bo'li ishlamayapti. Buni bu yerga qo'ysangiz ham ishlamayapti. Ana 5 voltga o'tkazib bo'lmayapti. Adminlar buni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, iltimos buni taxlanglar. Bu hamma bolalar qiyin bo'lyapti. Bitta bo'sh kiyim bo'lyapti, tamom. Bo'sh kiyim. Degana bo'sh kiyim bo'lyapti. Tamom boshqa ish bo'lib, bug bo'lib qolganman. Ana. Bu ham bo'lmagan bo'libdi. Bo'sh kiyim ham bo'lmayapti. Iltimos ko'rib o'tirgan bo'lsangiz taxlab beringlar, iltimos. Nu hammaga rahmat. Video tugadi. Ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.